Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim, yaxshimisizlar? Inshaalloh do'stlar, bugun eng zo'r kun bo'ladi. Do'stlar, hozir mana bugun 10-dekabr, bilasizlar, mana bu masjidda Bilol musulmonlikni qabul qilgan masjid hozir asr namozidan chiqib, duolar olib, duolar qilib biz bir yo'lga otlandik. Do'stlar, kuzatib turinglar, juda qiziq. Men hayotimda birinchi marta bunaqa narsa bo'lishi. O'ylagan maqsadlarimga sekin-sekin erishyapman, boshqacha bo'lib ketyapman. Sizlar duolaring bilan sizlar kuzatib turibsizlar, sizlarga kattakon rahmat. Men sizlarni hech qachon yaxshiliklaringni esdan chiqarmayman. Har doim sizlar uchun do'stlar harakat qilyapman. 10-dekabr nima yangilik deb o'ylaysizlar do'stlar? Aytaveray. Xullas do'stlar, Cristiano Ronaldoni uzoqdan ko'rish uchun Al Nasrda o'yiniga ketyapmiz do'stlar. Hozir borib bir taktika qilib olamiz. Ko'rish olmashim mumkin, chunki uzoqda o'tiraman. Uzoqdan ko'rib sizlarga video qilib ko'rsataman. Videolar bugun juda zo'r, qiziq videolar chiqadi.